Face à la Colombie et à Atlanta contre l'Ouzbékistan. Xo'sh, keling endi O'zbekiston terma jamoasi haqida gapirsak. Maylimi men gapirsam? Nazarimda ushbu jamoani osonlik bilan mag'lubiyatga uchratamiz degan fikrdaman. To'g'ri, terma jamoamiz bosh murabbiyi ularni ancha tartibli, intizomli jamoa va qattiq jamoa deb atadi, lekin men bu fikrga biroz qo'shilmagandayman. Chunki mana qarang, ular hattoki Osiyoda yetakchi ham emas. Demoqchimanki, ular Yaponiya yoki Avstraliya darajasidagi terma jamoa emas albatta. Shunday ekan, bu omillar bizga xizmat qilishi mumkin. Bizning yigitlar jismonan baquvvat va ularga katta qiyinchilik tug'dirishiga hech qanday shubham yo'q. Va o'ylaymanki, ushbu o'yinda biz 3-0 hisobda g'alaba qozonamiz. Yo'q, men unday demagan bo'lardim, chunki O'zbekiston terma jamoasini yaqindagina qandaydir bir turnirda FIFA doirasidagi turnirda Afrikaning yetakchi jamoalaridan biri bo'lgan Misr terma jamoasiga qarshi o'yinini, highlightlarini kuzatdim. Bilasizmi, ularda bir futbolchi bor ekan, raqami va ismi albatta esimda yo'q. U Afrikaning yetakchi terma jamoasini himoyasini shunchaki ko'rmadim deb o'tib ketdi va birinchi golni shu qadar mohirlik bilan kiritdiki, shunday ekan men ularga bunday past baho bermagan bo'lardim. Albatta ehtiyot bo'lish kerak. Ularning tarkibida top klubda o'ynaydigan himoyachi bor va bir nechta top ligalarda top suradigan futbolchilari ham bor ekan.